Original mexanik seriali Garaj afsonalari taqdim etadi. Zapravkada 4 soat navbat turib muzlab qoldimi? Nima bo'ldi qariyalar? Bore, maqtanchoqni qarang buni. Haliyam metanda navbat kutyapsizlarmi? Men uyda rozetkaga tiqib qo'yaman, maza. Qani endi ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Ya, nima bo'ldi? Svet o'chdimi? Zaryadim endi 2% edi-ku. Dod, muzlab oldim. Tiu. Svet qachon yo'narkina? Ishga kech qoldim. Qani issiq pechga shamolini iset. Iya boyvachcha, haliyam rozetkada o'tiribsizmi? O'zbekistonda benzin va metan bor ekan, biz hech qachon yo'lda qolmaymiz. Ketdik qariya. Biz kechasi bilan benzin hidlab bo'lsa ham issiqda uxladik. Aka, iltimos bitta power bank yo'qmi?